Musulmonni oyog'ini tagida o'ti bo'ladi. Bo'shashgan, lattavo, chiqyapman hozir uydan 40 minutda chiqib, qattasan mashina kutyapti. Uni odamdan qochish kerak. U вообще u konchenni tugagan u. U yaqinlashib bo'lmaydi. U biznes ham qilib bo'lmaydi, u bilan quday ham bo'lmaydi. Doim parod qiladi. Bu xotin kishi 40 minutda chiqib, erkak kishi 7 minut, 3 minut. Oldin sirpaytda armiyada bitta guyt yoqilgan. 3 kungacha bitta armiya kiyini bo'lgan, tasavvur qilyapsizmi buni? 40 sekundga yaqin yonadi oldin. Hozirgilar 10 sekund yonsa kerak guyt cho'pilari. Sirpaytdagi guytlar katta bo'ladi, yo'g'onroq bo'ladi. 3 kungacha yoni kiyini bo'lgan. Kiymasa yana atboy degan. Bir kishi hamma uchun, hamma bir kishi uchun bo'lgan şey. Keyin orqaga tortganda tuyib yorishgan bolalar. Sanada biz ko'rmadi kiyinib yechin deydi.